Bilasizmi? Yangi telefon tanlashda eng qiyin narsa nima? Narxi ham emas, texnik xususiyatlari ham emas. Eng qiyini ikkita telefon bir-biriga o'xshab ketganda bo'ladi. Bir xil ekran, bir xil o'lcham, orqasida bir xil Samsung belgisi, lekin narxi $100, ba'zan undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Turib o'ylab qolasiz, bu shunchaki marketingmi yoki haqiqatdan ham farq bormi? O'zi ko'proq pul to'lashga arziydimi? Aynan shu savol bilan menga ko'pchilik murojaat qiladi. Bugun sizlar bilan birgalikda bularni aniq, halol aniqlab ko'ramiz va o'rganamiz. Ma'ni ismim Aziz, bu Texno Aka kanali. Bugun Samsungning ikkita yangi aprel oyida chiqqan Galaxy A57 va A37 seriyalarini birgalikda ko'rib chiqamiz va kimga qaysi telefon to'g'ri kelishini aniqlaymiz. Kelinglar birinchi Galaxy A57 dan boshlaymiz. Metal ramka, qimmat telefonga o'xshaydi haqiqatan ham. Oldi bilan orqa tomonida Gorilla Glass Victus Plus shishasi qo'yilgan. Qalinligi bo'lsa 609 mm, bu o'rta narx segmentidagi eng ingichkalaridan biri hisoblanadi. Og'irligi bo'lsa 179 gramm, yengil, juda ham qo'lga qulay. Ranglari fioletoviy, temno-siniy va seri ranglari bor hozirgi paytda bizning bozorda. Undan tashqari juda ham muhim himoyalardan bittasi IP68 himoyasi mavjud. Bu degani 1,5 metr chuqurlikda 30 daqiqa suvda turib bera oladi degani. Keyingi telefonimiz Galaxy A37 5G, plastik ramka, lekin bu degani arzon degani emas. Gorilla Glass Victus Plus shishasi qo'yilgan A57 bilan bir xil. Nisbatan qalinroq 7,4 mm, salgina og'irroq 196 gramm, temno seri rangdan iborat. Undan tashqari buni temno zelenosi bor, temno yashil rangi bor va och fioletoviy ranglaridan ham iborat. Bunda ham xuddi shu IP68 funksiyasi bor. Bir xil darajada, ya'ni 1,5 metr chuqurlikda 30 daqiqa bemalol turib bera oladi. To'g'risini aytsam, qo'lda farq seziladi. A57 ingichkaroq va yengilroq his qildiradi o'zini, lekin A37 ham bundoq qaraganda tartibli va chiroyli ko'rinadi. 3-toifali telefonga o'xshamaydi asosiysi. Asosiy farq bu metal bilan plastik o'rtasida. Eng muhim savol, bu siz uchun muhimmi? Ekranlarga qaraymiz. Ikkala telefonda ham 6-7 dyum katta, qulay ekran, mazax tomosha qilsam bo'ladi, video, kinolarni. Undan tashqari bu ekranlar Super AMOLED bittasi plusi, bittasi o'zida. A57 da demak Super AMOLED plus ekran turadi. Nisbatan A57 yorqinroq. Undan tashqari ikkalasi ham 120 Hz tezlikda ishlab beradi. Bu esa menga albatta ijtimoiy tarmoqlarda mazza qilib narsa ko'rishim mumkin, Instagramlarda mazza qilib o'tirishim mumkin. Ko'zimni asosiysi og'ritib qo'ymaydi. Yana bitta yaxshi tarafi Samsung ekranlarida VDE sertifikatsiyasi mavjudligi. Bu esa ekranda 60% gacha ko'k rangni oldini olish hisoblanadi. Umuman olganda ekranlari juda ham yaxshi, menga yoqdi, ikkalasi ham juda ham yaxshi holatda va Samsung bu yerda pul tejamagani aniq. Kelinglar bu telefonlarni kamerasi to'g'risida gaplashamiz. 4 ta kamera mavjud, bitta selfie kamerasi va 3 ta orqada kamerasi mavjud. Selfie kameralarimiz 12 megapikselni tashkil qiladi. Yaxshi rasmlarni oladi, sifatli rasmlarni oladi. 3 ta kamerasi orqada, asosiy kamerasi o'rtada joylashgan 50 megapikselli kamera hisoblanadi. Undan tashqari ultra keng burchakli kamerasi bor, eng tepadagi kamera hisoblanadi bu. Ya'ni siz agar 05, 06x da rasmga olmoqchi bo'lsangiz, aynan shu kamera sizga yordam beradi. Mana 06x da rasmga qo'yib oladigan bo'lsangiz, to'liq obyektni ko'ra olib, siz mazza qilib kamerada rasmga tushmoqchi bo'lsangiz, aynan 06x yoki 05x da tanlab rasmga olsangiz bo'ladi. Bu 8 megapiksel, A37 da 57 da 12 megapikselni tashkil qiladi. Va oxirgi kamerasi bu makro kamera hisoblanadi. Buning uchun siz agar eng yaqin detallarni yoki qanaqadir obyektni rasmga olmoqchi bo'lsangiz, yaqin masofadan 3-5 cm da makro kamerani ishlatsangiz bo'ladi. Professional rasmlarni sizga chiqarib beradi. Kamera megapiksellari o'zini yo'liga, sababi megapiksel hech narsani hal qilmaydi. Eng asosiy katta narsani hal qiladigan narsa bu kamerada linza va matritsa hisoblanadi. Bularning matritsa va linzalariga shunaqa texnologiya o'rnatilganki, bittasi dual pixel va optik stabilizatsiya deb nomlanadi. Asosiy vazifasi shundan iboratki, optik stabilizatsiya bu siz agar rasmlarni, videolarni yugurib ketayotganda, yurayotganda rasmga yoki videoga oladigan bo'lsangiz, stabilizatsiyasi maksimal ravishda bez poteri kачества rasmlarni, videolarni chiqarib berish hisoblanadi. Va undan tashqari Samsung ancha yillardan beri dual pixel texnologiyasini ishlatib ketadi. Oddiy tilda tushuntiraman. Kamerani orqasida ikkita svetodiod turadi va harakatlanayotgan obyektni rasmga oladigan bo'lsangiz, sizning rasmlaringiz sifatli va orqada fokusi maksimal ravishda chiroyli ushlagan bo'ladi va rasmlaringiz va videolaringiz tiniq kачественный chiqadi degan. Dual pixel texnologiyasi hozirgi paytda hattoki S26 Ultra'larda ham, A57, 37'larda ham mavjud. Yana bitta ajoyib ma'lumot, Samsung Galaxy A57 smartfonida endi Instagram bilan hamkorlik mavjud ekan. Ya'ni endi siz telefoningizda qanaqadir rasmga oladigan bo'lsangiz,
bemalol buni Instagramga joylashtiraman desangiz, suratni sifatini pasaytirmagan holatda endi joylashtirishingiz mumkin. Bu esa A57 da aynan mavjud ekan. Video emas, faqatgina suratni, rasmni o'zini shunaqa tarzda joylashtirishingiz mumkin ekan. Kamera bo'yicha o'z xulosamni aytib ketaman. Agar haqiqatan sizga kechki, tungi rasmlar sifatli bo'lsin, umuman olganda videolarim ham haqiqatan ham chiroyli, sifatli bo'lsin desangiz, A57 ni maslahat bergan bo'lardim. 37 yomon emas, lekin tungi rasmlar unchalik darajada zo'r chiqmaydi baribir 57 dagi. Shuning uchun men tavsiya qilgan bo'lardim, aynan A57 ni kamera uchun oladigan bo'lsanglar. Asosan Messenger uchun suratga olsangiz, A37 ni o'zi ham yetarli. Endi esa telefonning ichida nimalar borligiga to'xtalamiz. Albatta bu protsessorlar to'g'risida bo'ladi. A57 da Exynos 1680 protsessori turadi. Bu 2026-yilning eng yangi protsessorlardan bittasi. Xotirasi bo'lsa 8 ga 128, 8 ga 256 versiyasi bor. Undan tashqari 8 ga 512 taligi ham bor. Ko'p vazifada agar foto ishlov berishda qanaqadir qiyin narsalarni qilmoqchi bo'lsangiz, albatta bu protsessor sizga yordam beradi. A37 mizda Exynos 1480 protsessori turadi. Bozorga qarab farqlanadi. Snapdragon versiyasida ham chiqqan, lekin asosan bizga Exynos versiyasi kirib keladi. Umuman olganda ikkita telefon ham ishlash tezligi, messenjerlarga kirish, chiqish, umuman olganda hamma vazifalarni bajarishda ikkalasi ham bir xil. Lekin sal og'irroq qanaqadir yuklamalar beradigan bo'lsak, qanaqadir og'irroq programmalarda ishlaydigan bo'lsak, baribir A57 nisbatan o'zini yaxshi ko'rsatyapti. 10 yillarda ham nisbatan yaxshi ko'rsatyapti o'zini. Shuning uchun meni tavsiyam bu masalada aynan A57 bo'ladi. Endi esa sun'iy intellekt to'g'risida gaplashamiz. Sun'iy idrok. Ikkalasida ham sun'iy idrok bor, sun'iy intellekt texnologiyalari bor. Keling, qanaqa funksiyalarni bajarishini ko'rib chiqamiz. Agar sizda telefoningiz, endi bu telefonlarda One UI 8.5 obnovleniyasi mavjud. Bu nima degani? Ikkalasida ham endi Object Eraser, ya'ni bemalol rasmda qanaqadir keraksiz narsalarni o'chirib tashlashingiz mumkin. Orqa fonda qanaqadir odam yoki boshqa narsalar turib qolgan bo'lsa, undan tashqari sun'iy intellekt orqali o'zingizni suratingizni yaxshilasangiz ham bo'ladi. Sun'iy intellekt o'zi tavsiya qiladi bu narsani. Undan tashqari AI Select degan narsa bor. Ekranda va matndagi obyektlarni bitta teginish bilan ajratadi va ovozni matnga aylantirish ham mumkin. Qo'ng'iroq qilganingizda ayniqsa matnga o'girib berishi mumkin. Undan tashqari A57 da faqat bu narsa bor, Best Face, ya'ni agar rasmga tushganingizdan keyin aynan selfielaringizni o'zi tavsiya beradi, yaxshilab berish masalasida va o'zi har xil variantlarda chiqarib beradi. Undan tashqari agar siz rasmga selfie tushdingiz, ko'zingiz yumilib qoldi va ko'zingizni ochmoqchi bo'lsangiz, aynan shu Best Face dan foydalansangiz bo'ladi. Ko'zingizni ochib, chiroyli fotosuratda chiqarib berishi mumkin sizni. Undan tashqari ovozni matnga aylantirish funksiyasi ham bor. Qo'ng'iroq qilganda matnga o'giradi. Life hack. Agar telefoningiz A57 bo'ladigan bo'lsa, auto trim funksiyasini ham qilishingiz mumkin. Bu ayniqsa montaj qiladigan odamlar uchun juda ham zo'r. Sun'iy intellekt o'zi sizga tayyor montaj holatini chiqarib beradi. Ya'ni siz bir nechta videolarni belgilaysiz va avtomatik tarzda u videoni qirqib beradi, kesib beradi. Eng yaxshi momentlarini qoldiradi videoda. Bu funksiyalar shunchaki bu reklama emas, baribir haqiqatan ham vaqtni tejaydigan funksiyalar, foydalanish kerak bu funksiyalardan. Shuning uchun ham aynan bu sun'iy intellekt funksiyalarini qo'shishgan deb o'ylayman. Yana bitta telefonlardagi eng muhim jihati bu albatta batareykasi hisoblanadi. Telefonlar 5000 mAh qo'llab-quvvatlaydi. 45 vatli tezkor quvvatlash mavjud. Oldingisi 25 vatt edi, hozirgisi 45 vatt bo'ldi o'zi. Va bu degani 0 dan 100 gacha taxminan 1 soatda to'ladi degani. O'rtacha foydalanishda ikkalasi ham lekin 1,5 kun bemalol chidab beradi. Agar faol foydalanadigan bo'lsangiz, butun kun davomida bemalol foydalansangiz bo'ladi. Undan tashqari simsiz zaryad ikkalasida ham yo'q. Batareya bo'yicha meni fikrim ikkalasida ham durang, chunki hech qanaqa farqi yo'q, ikkalasida ham bir xil. Eng muhim jihatlaridan bittasiga to'xtalib o'tamiz. Endi bu telefonlarning obnovleniyasi 6 yil ekan. 6 yil hisoblanadi. 6 yil Android obnovleniya bo'ladi va 6 yil Samsung Knox obnovleniya bo'ladi. Ya'ni xavfsizligi obnovleniya bo'ladi. Bu haqiqatan ham zo'r. Tasavvur qiling, 2032-yilgacha umuman telefon almashtirmaysiz degani. Endi agar kimki foydalanadigan bo'lsa, haqiqatan ham telefon uchun alohida pul sarflamaydi degani. Va undan tashqari, menimcha, raqobatchilariga nisbatan Samsungning eng ustun jihati ham shunda deb o'ylayman. Keling, endi bu telefonlarning suvga chidamliligini tekshirib ko'ramiz. Hozir buning uchun menga suv kerak bo'ladi. Ichiga solib ko'ramiz telefonlarni. Mana suvga soldik. Suvimiz muzdek. Prinsipda buni ham solib qo'ysak bo'ladi. Ikkita telefonni mana hozir suvga soldik. Telefon ishlayapti.
Mana ishlayapti, hammasi joyida. Muammo emas. Zo'r, ajoyib, ajoyib, ajoyib. Zo'r. Xo'p, 37 ni ham tekshirib ko'ramiz. Suv ketibdi. Bu ham xuddi shu mana ishlayapti. Zo'r, zo'r, zo'r. Haqiqatan ham o'zi umuman garantiya berishadi. Servis ham 1,5 metr chuqurlikda 30 daqiqa himoyasi borligiga, IP68 funksiyasi borligiga garantiya bor bu telefonlarda. Umumiy xulosamni aytib ketaman. Samsung 2026-yilda yana ikkita yaxshi telefon chiqargan. Bu ham A5737. Yomon telefon yo'q, yomon variant yo'q. Faqatgina A37 ni kimlar olishi kerak? O'zi agar haqiqatan ham tanlov qiladigan bo'lsangiz, aqlli tanlov bo'ladi. Agar pul tejab, maksimal natija olayotgan bo'lsangiz, A37 ni oling. A57 ni agar yengil korpus, haqiqatan ham premium segmentdagi dizayn, ingichkaligi muhim bo'ladigan bo'lsa sizga va tungi rasmlaringiz yaxshi sifatli bo'lsin desangiz, A57 ni olganingiz ma'qul. Menga o'zim uchun lично men bu A57 yoqdi haqiqatan ham. Umuman olganda bu aytganimdek boshqa yomon variant yo'q. O'zingizning fikringiz muhim. Fikrlaringizni, izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Obuna bo'lib qo'ying. O'sha qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sababi bizning keyingi faoliyatimiz uchun yordam bergan bo'lasiz. Kuzatib boring. Bizda foydali kontentlar Samsung bo'yicha aynan shu kanalda chiqadi.